Kuzatuvchilarimiz tomonidan yurak kasalliklari bo'yicha bir nechta savollar kelib tushgan. Ushbu savollardan birinchisi infarkt kasalligining belgilari va kelib chiqish sabablari. Ushbu savolga javobni esa Agrofarm xususiy klinikasining kardiolog, revmatolog shifokori Muxtorov Said Orifxon akadan javob olamiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Miyokard infarktini kelib chiqish sabablari 3 guruhga bo'linadi. Birinchisi o'zgartirib bo'lmaydigan omillar, ya'ni bunga kiradi yosh, jins, irq hamda nasliy moyillik. Ikkinchi guruh sabablar bular o'zgartirsa bo'ladigan omillar. Bunga kiradi zararli odatlar, ya'ni chekish, ichish, kam harakatlilik, yuqori qon bosimi, gipodinamiya, dislipidemiya, ya'ni qondagi yog'lar muvozanatining buzilishi kabi sabablar kiradi. Uchinchi guruh sabablarga kiradi. Bular sotsial ekonomik omillar, ya'ni sivilizatsiya, shaharlashuv, urbanizatsiya kabi omillar kiradi. Miyokard infarktini belgilariga quyidagilar kiradi. To'satdan to'sh sohasida paydo bo'lgan kuchli og'riq, bu og'riqni chap qo'lga, chap kurakka, bo'yinni chap yarmiga, pastki jag'ni chap yarmiga va kamdan kam holatlarda ko'krak qafasini o'ng yarmi va qo'lga tarqalishi, shu bilan birga bemorlardagi kuchli terlash, sovuq ter bosishi, bemorlarda o'lim vahimasi, ya'ni o'limdan qo'rquv, yurak o'ynashi, bosh aylanishi, bosh og'rishi kabi belgilar kiradi. Hozirgi kunda bizning klinikamizda miyokard infarktini samarali davolash yo'lga qo'yilgan.